Bu mashinani men aytmagunimcha nima modelligini bilmasanglar kerak. Orqamda BMW X6 turibdi. Katta tezlikda yurish oqibati nimalarga olib kelishini ko'rishinglar mumkin. O'zbekistonda avtoavariya bo'lmagan, bu mashina Rossiyada avariya bo'ldi va Bekafta Tuningga xizmatidan foydalanish uchun keldi. Nima uchun o'shancha kilometr bosib keldi bilasizmi? Chunki bu mashina alyumin hisoblanadi. Alyuminni ancha-muncha shaharda hech kim bo'ysuntira olmaydi. Bu mashinamizga keladigan bo'lsak, orqa krilosini o'zini qilib beramiz. Sababi krilo kelgunicha ko'p vaqt va ko'p pul ketib qoladi. Orqa bagajini ham o'zini qilib berishga harakat qilamiz. Undan tashqari ikkita eshik yangi qo'yib yuboramiz va oldi krilosini ham yangi qo'yamiz. Oldi ramasini ham ko'ramiz. Almashtirsa bo'lsa almashtiraveramiz yoki-da o'zini qilib beramiz. Yurish qismidagi joylarga keladigan bo'lsak, hammasini yangi qo'yib yuboramiz. Sababi yurish qismi doimiy soz holatida ideal bo'lishi kerak. Taji metallomga topshiraverish kerak bo'ladigan bo'lsa ham qilib beramiz. Nima uchun Bekafta Tuningga kelganini bizni taniydiganlar o'zlari bilishadi. Misol uchun Chang'an, undan tashqari Qirg'izistonda Lexus mashinasi va undan tashqari juda ham ko'p mashinalarni nimaga qilish kerak bo'lsa, hammasini qilib beramiz. Faqatgina siz olib kelib murojaat qilsangiz bas. Original M Competition diski. Adashmasam taxminiy hisobda $4000 atrofida turadi. Ya'ni bitta Matiz degan. Diskadan ko'rib turibsiz, mashinaga normal xarajat bo'ladi. Lekin biz hammasini originalini arzon qilib Dubayda o'zim shaxsan uchib borib, mana shu mashinaga zapchaslarini olib kelaman. Qiziq bo'ladigan bo'lsa, kuzatib boring-da. Safarimni ham qo'yaman, mashinani ishlanayotgan xizmatlarimizni ham hammasini qo'yib yoritib borishga harakat qilaman. Faqatgina sizdan bitta narsa like bosib, iliq fikrlaringizni kommentariyaga yozib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'ling-da. Bu videoni mashinasini urib olib, yeb qo'yib, yig'lab yurgan, tushkunlikda yurgan do'stingizga jo'natib qo'ying.